Bo'ldi, korobkaning ichida boshqa hech narsa yo'q. Qo'lga beyoqim, katta, qo'polni yoqtirmaydiganlar uchun kichkintoy, ingichkigina iPhone Air ra obzor qilamiz. Birinchi navbatda korobkasining o'zi juda ham yengilligiga e'tibor qaratamiz va asta-sekin buni ochamiz. Aynan iPhone Air'da titan korpus ishlatilgan. Bu degani qirilishlarga endi xavotir olmasangiz ham bo'laveradi. Ana endi esa ekranni ham sekin ochamiz va umumiy ko'rinishdan birgalikda bahramand bo'lamiz. Xo'p, korobkaning ichida yana nimalar chiqadi? Har doimgidek o'zini USB'si va iPhone yildan yilga mo'tlashib borayotganligini dalolatlari. Bo'ldi, korobkaning ichida boshqa hech narsa yo'q. Model ingichka bo'lganligini hisobiga SIM karta qo'yadiganni ham olib tashlashgan, faqatgina eSIM bilan ishlaydi. Lekin buni plusi ham bor, ortib qolgan joyiga batareykani kattaroq qilishgan. Bu degani iPhone uzoqroq vaqt davomida ishlayveradi va ingichka bo'lishi, diametri atagi 5.6 mm ekanligi bunga hech qanaqa xalaqit bermaydi. Telefonning umumiy og'irligi 165 gram va bunaqa cho'tki ko'rinishiga qaramasdan minuslari ham bor. Albatta bu kamerasida. Katta shiroki syomka qilishni yoqtiradiganlar uchun bunday imkoniyat yo'q. Endi hamma joyi bittada olib bera olmaydi. Yoki makro syomka, ya'ni yaqindan detallarni katta qilib ko'rsatib syomka qilishni ham rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu telefon bilan buni imkoni yo'q. Agar sizga telefonning dizayni, texnik ma'lumotlari, ichki xotira ma'lumotlari, protsessori va hokazolari yoqqan bo'lsa, uni olish uchun siz oylab ko'p pul yig'ishingizga umuman hojat yo'q. Muddatli to'lovga bemalol arzon narxlarda iCelldan olaverishingiz mumkin bo'ladi. Va unutmang, iCellga siz kelaverasiz, biz ilojini qilib beraveramiz. Lekin menga kattaroq iPhone olganim bilinadigan model kerak deydigan bo'lsangiz, keyingi videoga o'tkazing.